Hech o'ylab ko'rganmisiz shu so'z nima deyilishi mumkin ingliz tilida deb? Kompaniyalar bizda ochiq vakansiyalar bor, kelinglar ishga topshirib ko'ringlar deb vakansiya bor, ochiq vakansiya bor deydi-ku. Ana o'shani ingliz tilida nima deydi? Vakansi? No. Misol uchun, ustozlar uchun ochiq vakansiyalar bor, topshirib ko'ringlar degan e'lon ko'rdingiz, qaysidir kompaniya berayotgan. Siz hech o'shanda o'ylab ko'rganmisiz? Ingliz tilida qanaqa bo'ladi shu vakansiya so'zi? Vacancy emas, ochiq vakansiya bor degani bu open vacancy nimadir deyilmaydi. Umuman boshqacha. Misol uchun shu gapim qanaqa tarjima qilinadi? There are new openings for teachers. Ha, openings, new openings yoki openings degani o'sha ochiq ish bor, ochiq vakansiya bor, va topshirib ko'rib ishlash mumkin degan so'z opening deyilar ekan. Agar siz ham shunaqa o'zbekchasi, inglizchasi umuman boshqacha bo'lgan so'zlarni bilsangiz, kommentariyaga yozib qo'ying. Bu men uchun juda ham qiziq, ishonavering. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Sizdan hech nima ketmaydi, men uchun bu motivatsiya.